Avtomobillar uchun parkovlar, ya'ni pritsep noylar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimiz juda ham baquvvat qilib akalarimiz tayyorlashib beryapti-kan. Narxga keladigan bo'lsak, 800 ming so'mdan boshlanib 1,5 milliongacha. Undan tashqari zavodskoy pritseplar ham akalarimiz yasashyapti-kan, ko'rib turibsizlar. Bularda hammasini dokumenti bo'ladi. 750 kilo yozilgan, bu yog'i o'zbekchilik, bosaverasizlar. Yo'lga javob bersalar bo'ldi. Xo'sh, mana pritsepimiz qadrdonlar, uzunligi 240, bu tomoni 140, narxi 9 million so'm. Bu nargi tomoniga o'tamiz operator. Mana bularni ko'rib turibsizlar. Zavodskoy qilishib tashlagan. Qadrdonlar, ishlarda hamma yo'g'i yangi nimadan qilingan, balonlari ham, resorlar hammasi yangi bo'ladi. Bu yerda xohlagan razmeringizda tayyorlashib berishaveradi. Qadrdonlar, mana masalan, mana bu katta razmerimiz, uzunligi 1.60 ga, 1.60 ga 2.60 ekan, narxi 9,5 million so'm. Xolasangiz tentli qilib beradi ekan qadrdonlar. Bunimiz razmeri uzunligi 2.30 ga 1.30, narxi 12 million so'm. Dokumentlari hamma yo'g'i joyida. Xo'sh, mana bu kattasiga keladigan bo'lsak, 240 ga 140, narxi 12,5 million so'm. Buni balandligi ham 1.60 bo'ladi. Balonlariga e'tibor berasizlar, vobshe zo'ridan bo'ladi. Xolasangiz, magazinchi, do'konchi akalarimiz uchun mana bunday butkali variantda qilib beryapti-kan. Ko'rib turibsizlar, bularimiz alkafonli bo'ladi. 3 ta g'ildiroqli bo'ladi. Mana bitlarini ko'rib turibsizlar. Vobshe yengil bo'ladi ekan. Bir kishi bemalol aqa-baqa sudrab, yetalab ketaveradi ekan. Bunimiz razmeriga keladigan bo'lsa, qadrdonlar, razmeri uzunligi 2.30, eniga 1.30, narxi, hop, mana bosib ochish kerak ekan, 15 million so'm. Buni ham o'sha dokumenti hamma yo'g'i joyida bo'ladi. Xolasangiz, mol tashuvchi akalarimiz, qo'y tashuvchi akalarimiz uchun mana bunday duvaynoy g'ildiroqli tayyorlashib beryapti ekan. Bunimiz razmeri 270 ga 170, narxi 14 million so'm. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tamom.